like va obunachilarimiz. Dehqonchiligimizni shun teplitsani ichidan ko'rsataman. Mana pomidorlar, bayni uzib, metlardan uzib, har kun dosachib, suv qo'yib ichiga. Anetlarga shlanka qo'yib qo'yganmiz, suvlar uradi. Mana shular qilib parvarish qilganmiz. Nima bo'lgan? Mana shu yerda ikki xurmoqgacha ekamiz 3 yil oldin ekkanmiz shularni. Mana bolgarskalar. Mana zo'r pishgan. Katta bo'lib. Mana bodinglar. Mana bitta eng katta. Mana shuni quyoshda ushlamaslik qo'yib qo'yar bo'lmasam. Bunda bo'ldi. Teplitsamizda ekkan narsalarimiz tuyadi.